Hozir shuncha kamera parallel qilib yuborasizlarmi? Ham bir Mashallah. vaqtda yozyapti. Mana bu kamera sizga ishlayapti. Subhanalloh. Bu kamera menga, bu yoqda общий kadrlar. Mashallah. Holatimiz ketyapti. Jamshid aka kelib qolsa, sherigimiz, ularga bu kamera ishlaydi. Xo'p bo'ladi. Hammaga alohida Mashallah. shunaqa. Alloh rozi bo'lsin. Nimada munosib bo'lmasa edi, Alloh rizqimizni qo'shibdi. Alloh xayrli qilsin. Ya unday dema. Men G'olibjon aka o'zi kuzatib yuraman-da sizni. Qancha bo'ldi? 2,5 oy bo'ldi, 3 oy bo'ldi. Bu Insta faol yurg'izayotgan. 2 oy bo'ldi shekilli. O'sha 2 oydan beri ko'raman. Men sizni nimaga eslab qolganimiz sababi oldin o'zim teplitsa sohasida ishlaganman. Teplitsa sohasida ishlaganimizda bizning gruppamiz bo'lardi, Telegram gruppa ustalar aka. Hop. Men ma'lum bir o'qishim sababli ishdan chiqib ketganman, lekin Telegram gruppada qolganman. Komanda sizni qo'shgan o'shanda Telegram gruppada. Siz yumalab video tashlab, gapirib, nima qilib turardingiz, kuzatib turardim. Men yozmaganman, boshqa qilmaganman. Keyin gruppa o'chib ketgan, boshqa bo'lgan chiqib ketganman. Keyin Instagramdan birga o'tirsam chiqib qoldingiz. Bu aka o'zimizdanlar shekilli deb. Keyin kuzatib nima qildim? Qarasam qiziqarli ma'lumotli odamlar-chi, keyin to'xta dedim, bir suhbatga chaqiraylik. Hali shunaqa xo'jaliklar bo'lsa, teplitsa sohasida boshlamoqchilar bo'lsa, foydali suhbat qilamiz, xudo xolasa. Ilohim manfaatli qilsin. Shunday nima qilib? Zo'r. O'zida qalay ketyapti ishlar? Nimalar bilan bandsiz? Biz shu odamlarga issiqxona qilinglar deb targ'ib qilish bilan bandmiz hozircha. Nimaga issiqxona? Foyda yaxshimi? Issiqxonada bilsangiz u dehqon, o'sha kinolarda ham, maktablarda ham, multfilmlarda ham dehqon bir kambag'al sifatida yo eski kiyimlarda yurgan sifatida ko'rsatiladi-da. Biz shuni unaqa bas. Dehqon bo'l, fermer bo'l. Mana dehqonni ham ofisi bor. Dehqon ham chiroyli mashinada yuradi. Dehqon ham yaxshi sharoitda yashaydi deb odamlarni maqsad qiziqtirish. Misol men hozir Rossiyada ishlayotgan ukalarim bor. Aka borib qilmoqchiman, bunaqa. Instagramda boshladim, hamma yozyapti-da, qancha pul ketadi, nima bilan qilsa bo'ladi. Ya'ni shuni aytdim-ku, necha bir soti issiqxonada necha pul daromad olsa bo'ladi deb loyihani boshlab, Allohga tavakkal qildik, mana xudo xolasa odamlar ko'ryapti, qiziqyapti. Qo'limizdan kelgancha o'rgatyapmiz. Ben hozirgi gapingizga rostdan dehqon desa, kinolarda ham boshqa joylarda ham qo'li qamarib ketgan, eski kiyim yuradigan, doim hali настроенияsi buzuq, qandaydir sal narsaga kayfiyat. Masalan, sizni ko'rib turib, hozir o'sha standartlar oladigan bo'lsa, dehqon deb o'ylamayman. Endi hozir hamma yoq rivojlanyapti. Misol uchun ish tizimini ham sistemaga solinsa, hayot tizimini ham sistemaga solinsa, yani faqat mehnat ekan deb turib, ish soati bor, dam olish soati bor, hammasi rejalashtirilsa, keyin unumli foydalanish uchun o'zini qilinadigan sabablari bor-da birinchi. Nima ekish kerak, yer tayyorlashi, dehqonimda birinchi bo'lib, hozir nima rivojlanayotgan, nima zamonaviy bo'layotgan bo'lsa, o'sha tomonga bir yangilik qilish kerak-da. Eski nimada qolmaslik kerak. O'zi ko'rdim videolaringizda ham hali dori sachishda o'rtada qandaydir apparatlardan foydalanib, boshqa qilib, ko'pchilik baribir hali eski sistemada sachadi. Shularda ko'rdim, hali mevalar olib chiqish jarayonida ham motorlar qilib, o'rtadan yo'llar qilib. Endi buni biz birinchi bu sohaga kirdikmi? Ustozlarimiz bor, akalarimiz bor. Asli biz Toshkentdan o'rganib kelganmiz-da. Toshkent hamma sohada ilgari-yu, o'sha Toshkentlik dehqonlarni ko'rib havas qilib boshlaganmiz birinchi. Ularga biz o'zi bu yetishtirilgan bu pomidorlarni, bodringlarni biz o'zi eksport qilardik. Keyin ular bir olayotgan pullarni ko'rib, berayotgan mahsulotni olganingizdan keyin necha pul berasiz ko'rasizmi? Shularni ko'rib demak biz o'zimizga ham bir vodiyga qilsa bo'lar ekan. Boshlaganmiz, endi Xudoga shukr, bu soha bizda ancha rivojlanib, ko'payyapti. Necha yildan beri shug'ullanib kelasiz? 7 yil bo'ldi bu issiqxonani ichiga kirganimiz. O'zimiz u demak birinchilardan bo'lgan ekansiz. O'zi yaqin 3-4 yilda ommalashib ketdi. Shunaqangi. Necha soti hozir joyga teplitsa qilgansiz? Endi hozir aytsam barakasi o'chadi, lekin kattalashib ketdi. Har yili
kamida 25 bo'lmasa 50 sotik issiqxona quramiz. 7 yildan beri shu tarzda ko'p nima bo'lyapti. Qaysi hududda? Hali endi sotigini aytmasangiz. Nimada? Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Sarmazor mahallasida. Ha. Hozir asosan bizda uzumchilik rivojlangan edi. Yerlarimiz yaxshi unumdor. Endi uzumchilikdan xudo xolasa hamma issiqxona yo'nalishiga o'tilyapti. Zo'r. Uzumdan ko'ra foydasi. Ha, bu o'zi asli bu. Lekin bir mavsumli ham emas-da. Bir yilda 2 marta ekiladi. Keyin buni o'zi asli mediaga olib chiqishda sababi muhtaram prezidentimizni tashabbuslari bo'ldi. Instagramda video keldi, reels ochsam, kimki har bir tomorqachilikni rivojlantirishga hissa qo'shsa yoki eksportga mahsulot yetishtirishni o'rgatsa, bunaqa mukofotni yo'q, men mukofotiga qiziqmadim. Lekin bu tomorqada eksportga mahsulot yetishtirish bu respublika darajasida bu prezidentimiz buni tashabbus qilyaptilarki, shu sohada daromad qilib nima deydi, yaxshi bo'layotganligi uchun keyin shuni biz yoritib ko'rsatib beraylik, manfaatli bo'lsin deb boshlaganmizda. Zo'r. O'zi kimdir turtki bo'ldimi yoki ichingizda nima shu o'zi anchadan beri bor, o'zimiz biznes darslarga ham borsak, bizga aytishadiki, bu bilimni o'zi ko'tarib yurishni o'zi yaxshi basda ulashish kerak odamlarga. Misol bizni tanigan bor, tanimagan bor, akalarimiz, ukalarimiz maslahat so'rashsa, qo'ldan kelgancha aytiladi. Endi bu 4 ta, 5 ta, 10 ta odam bilan mana mediani Alloh bir yaxshi yo'llarga ham foydalansa bo'ladigan joylari bor. Endi shuni qo'limizdan kelganicha endi o'zi agronomlik sohasidan mani nimam yo'q. Ilmim yo'q, agronom soha, lekin bu issiqxonani qurish, qaysi paytda nima ko'chat ekish, qanaqa qilib sotish. Bizda 3 ga bo'lingan komanda, 3 ta ukamiz. Men ishlarni tizimga solib yurg'izib beruvchi, tashqi ishlarda bitta ukam shuni agronomiyasi bilan shug'ullanadi. Uchinchi ukam uni sotadi Moskva bozorida. Qurol savdosi Laziyodan so'raladi. Tester management. Bu bizniki shunaqa. Zo'r aka. Qanday bo'lgan buni boshlanishi, masalan, aytib o'tsangiz, demoqchimanki, kuzatayotganlar orasida shu teplitsa sohasiga, issiqxona sohasiga masalan qiziqib, qilmoqchi bo'lgan odamlar ko'pda. Balki siz beradigan ma'lumotlarda, masalan, siz o'zingiz qanday boshlaganingizni, qanaqa qiyinchiliklar bo'lganini aytib bersangiz, ularning yo'li 2 karra masalan tezroq, osonroq bo'lishi mumkin-da. Undan xulosa chiqarib turib. O'sha sizda qanday bo'lgan boshlanishi? Boshlanishi bizga ham pul kerakmi, qanday katta yoki endi albatta mablag' kerak birinchi o'rinda. Buni issiqxonani shunisini boshlashdan oldin bilish kerakki, issiqxonada mehnat og'ir, lekin o'sha og'ir mehnatdan ko'ra mas'uliyat og'ir. O'shanga yarasha daromad yuqori. O'sha mas'uliyatni his qilsangiz. To'yga vaqtida bora olmaysiz, oshga vaqtida bora olmaysiz. Bu endi boshlagan paytingizda, keyin u tizimga solganingizdan keyin hammasi o'z vaqtida bo'laveradi, lekin boshida hammasini o'zimiz qilganmiz. Endi kim bir yangi boshlamoqchi bo'lsa, yangi qilmoqchi bo'lsa, shu narsalarga tayyor bo'lish kerak-da. Mehnati ham bor, lekin mehnatidan og'irroq mas'uliyati bor. Bu haligi narsachi, masalan, bizda bitta ish boshlayotganda aql ko'payib ketadi-ku. Buni qil, to'xta, bu bo'lmaydi, uni qil, buni. Nima sizda ham bo'lganmi o'sha narsa? Buni bu har bir sohada o'ziga yarasha aqlli odamlar, o'ziga yarasha bir maslahat beradiganlar odamlar bor. Bu maslahat o'zi eng arzon narsa va eng qimmat narsa. Buni har bir maslahatni bilimni ustasidan so'rash kerak. O'sha so'rayotgan narsangizni u odam uddalagan bo'lishi kerak. Uddalamagan odamdan so'ramaslik kerak. Ham hozir mana teplitsani usti ochilib yotgan, foydalanmayotgan odamlar ko'pda, ulardan maslahat olmaysiz.
Bu maslahatda shu yilda issiqxona qurayotgan yoki shundan bir daromad olib Alloh shu sohadan rizq berayotgan odamdan so'raysiz. Shunda sizga yo'nalishlarni ko'rsatadi, oson qiyinligini aytadi. Mana kim so'rasa qiling deyman. Kim so'rasa qiling. Hamma o'zim ishga boraman. Misol doktor so'raydi, usta so'raydi, kasblarga qarab turib, agar siz bu kasbingizdan chiqib ketib qolmoqchi bo'lsangiz, bunaqangi yo'nalishda qilishingiz kerak. Ayob ishga borib kelib, pensionerman deyilsa, siz limon issiqxonasi qilib qo'ying deymiz. Uni qarovi kam. Mehnat ozroq bo'ladi uni? Ha, mehnat, e'tibor kamroq, e'tibor. Lekin daromadi yaxshi limonda ham. Lekin bir martalik adashmasam. Ha, bir martalik, lekin uni ham saqlab, mana hozir 1 kilo limon narxi 55 ming so'm. O pishgan paytda 20 mingdan 25-26 minggacha bo'lgan. Hozir 55 ming so'm. Men bilganim ko'p issiqxonalarda pomidor yetishtirishadi. O'sha rozoviy deydimi? Pomidorni yetishtirishadi. U qandaydir tezroq yoki daromadliroq jihati bormi? Qolgan narsalarga nisbatan rozoviy pomidori o'zi bizning yo'nalishimiz rozoviy. Endi rozoviy pomidorini ham yetishtirish yo'nalishi bor. Massiviy qilib boqilsa, rozoviy ham 5 kilogacha hosil qiladi. Bitta tup deyiladi. Bir tupi 5 kilogacha hosil qiladi. Endi uni sal o'sha yo'nalishlari bor, suvidan kam suv berib, o'sha qimmat dorilarini berib kam hosil bo'ladi, lekin mazasi shirin bo'ladi. Endi bu haligi ko'proq suv ichgan pomidor $2 bo'lsa, mana hozirgi kunda mana bozorda qizil pomidori hozir 15 mingdan 17 minggacha. U bozorda. Bu rozoviy pomidori dehqonni o'zida o'sha massiviy boqilgani $2. Shirin qilib boqilgani $6-7 gacha. Farqi shunda. Shuning uchun hozir rozoviy pomidoriga qiziqish shuning uchun ko'p bo'lyapti. Rossiya bozorida buni shirasi o'lchab sotiladi. To'g'ri, hosili kam bo'ladi, hosildorligi kam bo'ladi eksportga. U Moskva bozoriga. Lekin daromadi bo'ladi. E'tibori ham shunga yarasha bo'lsa kerak. E'tibori shunga yarasha aytdim-ku, mas'uliyat. Vaqtida suv qanchalik ko'chatga zarur bo'lsa, havosi ham shu darajada berish tartibi bor-da, havosini ham. Gradusimi qandaydir? Endi o'sha fortichkasi bor. Ma'lum bir vaqtda o'sha ochib yopilish kerak joylari bor-da. U sovuq paytda ham bitta havo berib yuboriladi. Pomidori ekilgan issiqxonada bar havo bo'lishi kerak. Odam qiynalmay yuradigan mo'tadil havo bor-ku. Bu pomidorlarga ham shunaqangi havo bo'lishi kerak. Rozoviy pomidoriga. O'simlikda ham jon bo'ladi deydi, shuning uchun mo'tadil. Mana bodringni, qalampirni dimlasangiz, o'saveradi. U shunga moslashgan. Yo'q, pomidor uni xohlamaydi. Pomidor bar havo joyda yaxshi o'sadi. Bu hozir qanday bo'lyapti? Mana issiq havolar yaqinlashyapti. Shunga tayyorgarliklar, sovuqda qanaqa bo'ladi? Moslash. Xo'p, endi buni suv qishda ekilish uchun mana u o'tam o'smaydigan paytda ekiladi-da. Perixodnoy payt deydi, kam ekilgan payt, kam odam ekadi. Sababi ko'chatga juda ko'p kasallik tushadi. Isitish tizimida muammo bo'ladi. Endi ob-havo, har xil holat bo'ladi-yu. Shunga o'sha agar qishda ekmoqchi bo'linsa, o'shanga yarashalik tok uzilib qolgan paytda, avariyaviy holatda bir katyollar buzilishi mumkin. Hammasi o'sha rasmiyatda olinadi-da. Zapasi bilan bo'lish kerak shu narsa. Agar misol ekilgan paytda 1 oylik yo 2 oylik qarab qo'ygan paytingizda bu holat kuzatilsa, bu dehqonni 1-2 yil orqaga surib yuboradi-da. Shuni hisobiga ehtiyot choralar qilib qo'yiladi. O'sha qanaqa bo'ladi ehtiyot choralar? Ehtiyot chorasi o'sha zapasga bitta katyol olib qo'yiladi. Generatorlar bo'lishi kerak, svet o'chib qolganda. Endi hushyor yuriladi kechasi ham. Aytyapman, o'sha mas'uliyati bor. Mas'uliyat. O'sha narx qimmat paytda sotish uchun
shunaqangi mas'uliyatli joylari bor. Ha, shirin narsa chiqarish uchun ma'lum. Ha, yo'q, u shirinmi, o'zi asli shunaqa narsa borki, yaxshi bilan zo'rni orasida katta farqi yo'q-da, hamma sohada ham. Ha, bu yaxshi, ha bu zo'r. O'sha yaxshiga chiqqandan keyin ozgina harakat qilib qo'ysa, zo'r bo'ladi-da. 2 soat uyqudan kechib turib. Ha, o'sha yerda o'sha beriladigan o'sha ozuqani ham yo o'sha nima berilsa ham o'sha ozgina me'yori talablarga javob beradigan qilib yetishtirsa bo'ladi. Ha. Tushunarli. Masalan, mana kichkina hovlilagan 1-2 sotiklik teplitsa qilinyapti-yu. Uni ham qanaqa bo'ladi? Maslahat berasiz masalan shu holatda? Ha, endi hovlilariga hozir mana katta yo'l yoqilsa, ko'mir uchadi. Mana gazlar qishda yaxshi bo'lmayapti-yu. Endi limon issiqxonasi qilsa yaxshi. 1-2 sotiklik joylar bo'lsa, limon ekib qo'yilsa, 2 sotik, 3 sotik limonariyalardan ham 2-3 tonnagacha limon olsa bo'lyapti-da. Ha. O'sha sabablarni qilib, qishdan yaxshi olib chiqilsa, tushunarli. Keyin limonda hali yerni ko'lab turib ham ekishadi. U qanaqa foydasi bo'ladi? Chuqur qilib turib ekishadi-ku. Limonni chuqurga ekilishi o'sha sovuqlardan ehtiyot qilibdi. Sovuqlardan ehtiyot qilib ekiladi. Lekin o'sha limon million degandaqangi bir daromadiga tushib qolsangiz, faqat limon teplitsa qilib, limon teplitsaga o'tib ketadi ko'pchilik. Limon teplitsasi bor odam borki, har yili bitta-ikkita qo'shadi. Mas'uliyati bilan qilgan, daromadini mazasini tatgan, har yil limon qo'yadi. 55 ming hozir 3 kilosiga 1 kilo go'sht beryapti. Demak, kichkina xonadonlar bo'lsa, limon qilgan yaxshi. Ha, limon tavsiya qilaman. Va pomidorda masalan daromad qilish uchunchi kamida qancha net sotiklik masalan issiqxonasi bo'lishi kerak? Asli bu chegarasi yo'q. Misol 3 sotik bo'lsa ham qilsa bo'ladi. Faqat ajrat ekan vaqtini qoplab, daromad faqat shu ish bilan shug'ullanadigan bo'lishligi uchun. Ha, hech bo'lmaganda bir 10-20 sotikdan boshlansa yaxshi bo'ladi. Biz o'zimiz 5 sotik bilan boshlaganmiz. O'sha qizil pomidor ekkanmiz, limon ekkanmiz, limon qarasak 3 yilda hosil berar ekan. Keyin qizil pomidor ekib turib, keyin bu sohaga o'zimiz tashaganmiz. O'sha ro'zi pomidorlarga sanab berayotgan pullarimizni ko'rib, o'zimizda qolaversin deganmiz-da. Ro'zi pomidorda juda nozik bo'ladi deyshadi. Hali chaqaloqdan ham nozik bo'ladi dedi-yu, sal ob-havo baqavam bo'lmaslik kerak deb. Ha, o'sha ro'zi pomidori bu o'sha endi kaprizni deymizmi yo bir nima deydi? Injiq erka bo'ladi. Erka deb aytsak bo'ladi, injiq desak bo'lmaydi, erka. U xohlagan narsani berasiz, keyin siz xohlagan narsani beradi. U nimani xohlaydi? U yaxshi gapni xohlaydi, yaxshi ovqatni xohlaydi, yaxshi havoni xohlaydi. Qanchada tayyor bo'ladi shunda? Yozda 50 kunda pishadi ro'zi pomidori. Bu axlajeniya qo'yilgan bo'lsa, o'sha sovutkichilari bor. 50 kunda pishadi, qishki kunida 90 kunda pishadi. Yozda 50-55 kunda. Demak, qishki kunda baribir harorat, yetarli haroratni yetarli berish, quyoshgan bo'ladi uchun, quyoshgan bo'ladi. Kun qisqa, tun uzun bo'lganligini hisobiga shunaqa bo'ladi. Tushunarli. Teplitsa hali ish jarayonida bir she'riy nimalardan ham qilasiz, u qayerdan keladi unaqa? Ha, bu nima deydi? Inson o'zini nima aytsam bo'ladi endi? O'zi qanaqadir shu ichida bo'ladi. Qobiliyat deydimi? Dadam rahmatlikda shuna nima bor edi, hali bitta odam bilan bir pasda kirishib ketib, biz tortinib yurardik. Yo'q, biz o'sha yoshga to'layapmizmi? Ichingizda keladi-da bitta bir yaxshi gap eshitsangiz yo nima bo'lsa ta'sirlandimi? Shu qaytaraman-da. Nimaga kimgadir o'sha foydali bo'lsin yoki o'zim o'shani o'zim gapirib turib o'zim maza qilaman shuni. O'shana paytda endi ilhom kelib qolgan paytda shat kamerani yoqaman-u.
masalan ulashib qo'yaveraman. bo'lsa kerak aka, sizda ham yoshingga yarasha ish qilgan yo'q, kommentariy emas, bu mediaga tanishlardan bo'lgan. yo'q, mediaga chiqayotganimda tanish emas. Mediaga kirib, mana shunaqangi Instagramda shu ishxonamizni ko'rsatib, odamlarga nima qilaman deb birinchi bitta ukam Moskvada ushbu jo'natgan ukalarimiz sotadi, maslahat qildim. Endi aka ukadan biz birinchi so'raladi endi. O'zi bu Instagramda haligi sal boshqacha fikrlaydigan odamlar chiqadi-ku. To'g'risida, hali oddiy fikrlaydigan odam, normalniy odam Instagramga chiqadimi deydi endi, hali xalqni qo'pol tili. Lekin nimadir manfaat beradigan deylik, manfaat ajralib turadigan jihati bor. Yo'q, ajralib bu ajralib turadigan hamki o'sha haligi boshqacha o'ylaydigan odamlarni tilida aytyapman-da. Asli bu sohada ham odamlarga manfaat olyapti. Bu hamma yoq tezlashtirib berayotgan narsa-ku. Instagramga shunaqa qilaman, chiqib isxonani bir ko'rsatib odamlarga o'rgataman desam, shartmi, sizga nima kerak deyapti. Kim aytyapti? Endi ukamlarga maslahat qilyapman-da, uyingiz bo'lsa, mashinangiz bo'lsa, ishingiz bo'lsa, o'ynab yursangiz bo'ldi-ku, nima kerak deyapsiz-da. Yo'q, bo'ldi, shu buni o'tib beritish kerakmi odam? Bitta odam bir sanar qiyindan bir teplitsa qilib yo bir nimadir turtki bo'lib, qilaymi, qilmaymi deb o'ylayotgan bo'lsa, shu sabab bo'lib qolsa, shu bolalardan nimadir o'rganib qildim desa, yaxshimi yomonmi dedim. Faqat o'zingni o'ylashing kerakmi desam, ya bo'ldi aka, o'zi bizga maslahat qilmasdan qilsangiz ham bo'ladi-yu, endi aytib qo'ydim-da dedi. Kelib uyda hojona shunaqa bolam ko'z tegib qoladi senga. Hali bizda tinch yuraver. Shunaqa, yo ona shunaqangi, men u yerda chiqib bir hashamatli narsani ko'rsatmayman, shu issiqxonada bo'layotgan jarayonlarni nima qilinayotgan bo'lsa, sen o'z ishni bilmaysan-ku deylar. Nimaga bilmayman, shu ichida yuribmiz. Shunaqa narsalarni qo'limizdan kelgancha endi boshlayotgan odamlarga bir foydali bo'lib qolar, hech bo'lmasa desam, bo'ldi, duo qildilar. Keyin o'g'limni chaqirdim. Keyin Instagramni to'g'irlab ber. Keyin dada nimalarni to'g'irladi. Hali tepasiga mo'mo yozuvlarni qo'ydim. O'zi o'sha aytdim-ku, limon sohasida o'zi 18 yillik tajriba bor-da, eksport bo'yicha. O'g'lim shuni tepasiga yozib qo'ydim. Odamlar haligi agar nima bu deyishmasin. Yolg'on narsa yomon-da. Mana o'zi soham mana u. Bu sohaga mana kirib kelyapman. Yozib qo'y. Bo'ldi dada, yozib berdi. Haqda ayas turibdi. 18 yildan beri shu ishni qilsangiz qat'iyning demaydimi siz u ko'rayotganlar? Yo'q, dada dedi, birinchi negativingiz dedi. O'sha yerda o'zi negativga men shakllanib bo'lganman-da asli. Uydan boshlangan. Ukamlarim, farzandlar. Bitta shu ikkita o'g'lim yosh, dada zo'r bo'ladi. Endi yosh ham o'zi 36-37 ham o'zi asli yoshi yosh emas-da. Hali o'rtoqlarim boshqa ishing yo'qmi? Yo'q, men biz hali Instagramga chiqsa hamma Vayner, hamma bloger deb tushunishadi. Yo'q, o'zi bloger degani bitta blogni yurg'izuvchi asli. Endi hamma bir xilga odam bir ko'ngil ochar narsa ko'rsa, u ko'ngil ochar. Kimdir ilm o'rgansa, kim nima xohlasa hamma yo'q bor. Endi bizning yo'nalishimizda shu bitta dehqon odam yoki bir yeridan unumli foydalanolmayotgan odamlarga bir yordam qilish maqsadida boshladik, Xudoga shukr. Avvalambor Allohdan, lekin o'sha ko'pchilikning duosi bilan zo'r, yaxshi, rahmat aka, ustoz. Alloh shukrlarga yetkazdi. Mana ko'rsatib kelyapmiz. Zo'r. O'sha bitta yaxshi jihatlardan, masalan, siz profilingizda ko'raman, hali hamma xarajatlar hisoblab beriladi, to'g'rimi? Shuni xarajatlarni hisoblab berishimiz shu xarajatlarni qilmasang bunaqa daromad ola olmaysan degan nimada ko'rsatib beryapmiz. Faqat natijani ko'rsatmasdan, uni orqasida bo'layotgan ishlarni. Misol bu sohada qilayotgan odam, meni dorini qilmabman-ku. Birinchi kuni o'sha dorilarni ukamga aytdim, menga spiskasini ber, qancha nima solindi. O'zim ish teplitsaga o'zi 2-3 kunda bir borardim. Hozir mana shu blok yurg'izayotgandan beri o'sha yerdaman. Chunki shu darajada o'sha rejimga tushganki, men 2-3 kunda borardim. Endi hozir kunda o'sha yerdaman. Nima solin shular ro'yxatini ber dedim. Berdi,
shattat o'sha beton ustiga o'tirdim, kamerani qo'ydim, mana bitta shogirdga ushlab turdim. Shat hamma yoqda yozdim. O'sha kunning o'zida haligi yerga solingan retseptlarni 100 ta noxush odamni ko'chirib oldi. Haligi saqrat qilgan Instagram ko'rsatib turar ekan. Ko'rsatdim. Uka, mana sen yerga nima solganingni aytdim. Bir kunda mana 100 ta odam 100 ta noxush odam mana ko'chirib oldi. Sen aka odamlarga qiziqaganda. Bu xursand bo'lishni boshladi o'shaning o'zida ya. Ha, demak odamlarga foydali ekan. Deb o'shandan keyin bo'lmasa o'zi u retseptni 3 kun orqasidan yurdim. Yozib qo'y, men aytaga aytaman. Indinga aytaman, bola desam u hali odamlardan tortinibman. Yo aytdi, aka nima qilasiz, keling. Yo'q, xudoga shukr, hozir hamma ko'nikib qoldi. Ha. Negativlar kammi hozir? Yo'q, negativ deyarli yo'q. Endi bor, endi negativ bo'ladi. Bizga qarshi gapirgan odam negativ deb hisoblamayman men asli. To'g'ri bo'lsa, rahmat aka, kamchiligimni aytdingiz. To'g'rilaymiz. Endi hali nima deydi? Endi bo'ladi-ku. Negativ deganda Murodjon bitta holat bo'ldi-da mana. Shaboz akam farmatsevtika o'chalik dorilarga ko'rgan bo'lsangiz, juda qimmatli ma'lumotlar beriladi. Misol uchun xalq tomonidan bo'lib, hali xalqni o'ylab bo'lsa, hali ancha-munchasini yuragi dosh bermaydigan ma'lumotlar beriladi. Maşallah. Instagramga qo'ydik. Bitta userni ham aytaveraman, kiber xavfsizlik deb yozib olibdilar. Userga bu aka kiber xavfsizlik deb yozib olgan. Ya'ni kiber xavfsizlik emasda, kiber xavfsizlik deb yozib olgan. Aka bilmayman 3 kun, bugun ham sal oldin ham yozgan ekanda, negativ. Chiqqan videoga yozyapti, chiqqan videoga bosyapti negativni. Hali sen o'zi kimsan, qayerdan chiqding, nimaga gapiryapsan, palon piston. Aniq bilaman u odam hali suhbatni ham ko'rmagan, boshqa ham qilmagan. Nimaga zararmikan deyapman-da, shu odam yo boshqa qiladigan ishi yo'qmikan? Shunaqa negativlar nazarda tutgan. Endi o'sha odamni ichida bir nimalar to'lib ketgan, o'sha aurasiga yoqmaganligi uchun endi u bunaqa odamga achchiq qilmaslik kerak. Rahmingiz kelishi kerak asli. Nimaga? U bitta ish bilan o'sha sizga bir kommentariya yozishni o'rniga yo yaxshi bo'lsa balli o'g'lim yo balli aka yo rahmat aka deb yozsa, rahmat. Lekin bir narsa deb yozyaptimi? Haligi o'sha o'zingiz aytmoqchi videoni ko'rmasdan ham yozyaptimi? Unga u bekorchiga rahmingiz kelishi kerak asli. Shuni o'yladim. Bu odamda boshqa qiladigan ish yo'qmikan deysiz? Mayli endi katta blogerlarda bo'lardi. O'sha tinmay kirsam yozyapti deb. Haqiqatda o'sha narsa bo'ldi-da bizda ham. Chiqqan videoga bosyapti-da aka. Hali eslab ham qoldim-da mana shu darajada. Bunga ham yozish xudo xolasa. Tayyor turinglar. Yoziladi, lekin mayli yozilsin, kamchilik bo'lsa aytilsa, endi inson bir xatodan xoli bas. Endi bir rizqimiz chetda bor ekan, kelib gapiryapmiz. O'sha bu boshda aytgandek, munosib bo'lmasa ham Alloh shekka rizqimizni qo'shibdi. Foydali bo'lsin deb yaxshi niyatda gapiryapmiz. Yozadiganlar bo'ladi. Lekin xudo xolasa agar o'sha bir issiqxona sohasida odam yozadimi yo o'zi Instagramga chiqmagan salla qoluvding deydimi misolda, bunaqa narsaga e'tibor bersangiz, u maqsadlar qolib ketadi. To'g'ri. Bunaqa narsalarga endi mayli nima deydi, gulni orasidan ham begona chiqib qoladi-ku. Yo yulib tashlash kerak, yo ashunga ham qarab turib, endi salqinida o'syapti deb qo'yilaveradi. To'g'ri. Xullas, kibr xavfsizlikda aka bosing. Sizni navbatingiz, kommentariyalarimiz ochiq siz uchun doimiy. Nima deb yozsangiz, kiyimi yoqmadi deysizmi, gapirishi yoqmadi deysizmi, sizga mo'jna. Xo'p. Nima? Agar chochib turmay yoqmadi desa, ikkovimiz ham bitta sartaroshga boramiz, aytib qo'ying. Siz aka videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, bitta mana shu joyga komment yozib ketasiz. Mana shundan bilib olamiz, videoni ko'rdingizmi yoki yo'qmi. Subhanalloh. Zo'r. Qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan aka, masalan, boshlamoqchi bo'lgan odamlarga? Xo'p, qiyinchilik nimaga e'tibor berish kerak, nimaga e'tibor bermaslik kerak, nimani hisobga olish kerak? Bunda hamma yoqqa e'tibor berish kerak. Biz o'sha birinchi yil ekkanimizda aytyapman, hali tizimga tushmagan, biz qishda qaytib uyda yotmasak kerak deganmizda.
Tizimga tushmadiganda postoyanno o'sha yerda bo'lib turish kerak. Ha, doimiy o'sha yerda bo'lib turish kerak. Birinchi issiqxona qilyapsizmi? Issiqxonani sharoitini yaxshilashdan oldin hatto o'ziga bitta yaxshi sharoit qilish kerak. Nimaga? Uydan ishxonaga bir tortadigan joyingiz bo'lishi kerak. Qo'yga qiziqasizmi, molgami, nimaga qiziqsiz? O'sha sharoitni qilib olishingiz kerak. Keyin o'sha yerga borasiz. Doim nazaringiz tushib turadi har bir joyiga. Men gulga qiziqaman, gazonga qiziqaman, archaga qiziqaman. O'sha sharoitlarni qilib olganman, ishxona o'ziga tortadi. Borgingiz kelaveradi. Ertalab turamiz, boramiz-da endi. Borganingizda prosta borish uchun, ishlash uchun bo'lsa, unaqa rezultat bo'lmaydi. Odam qilayotgan ishdan zavq olish kerak-da. Biz shu ishni o'sha gapimiz ko'pimda boshlanib turib, aylanib ketib qolyapti endi. Kuzatuvchilarga uzrim aytib qo'yaman. Mana ko'p gap boshlanyapti, e'tibor beryapman, boshqa mavzuga o'tib ketib qolyapmiz. Sababi yangimiz. Bu mediaga-da, odam tajribasi oshib qo'ygandan keyin gapni ketma-ketligini to'g'ri aytadi, yo savolga nari tomondan emas, to'g'rima-to'g'ri javob berishni o'rganadi-yu. Shunga endi uzrim oldindan aytib qo'yay. Issiqxonada xato yoki nimaga e'tibor berish kerak deyapsiz. Issiqxona qurilganda o'sha birinchi bo'lib o'ziga sharoit yaxshi qilish kerak. Ishchi bolalar uchun, o'zi uchun, oilasi uchun, endi imkon darajasida-da. O'simlik uchun. Yo'q, haligi boshlanishiga hammasini qilib olish kerak degan bas. Biz ham birinchi issiqxona qilganimizda bitta bir kapasi ham yo'q, nimani tayda yotganmiz. Salqin joyda. Nimaga hamma pulga issiqxona qilinganda. Ko'p konteynerdan ham joy qilib qo'ygan bo'ladi-yu. O'sha Quva tomonlarga borganda konteynerdan joylab turadi. Yo konteynerdan o'sha atlarga o'zi bino qurish ruxsati yo'qligi uchun konteynerdan qilingan. Bu ruxsat yo'qda, o'sha ko'chib yuruvchi uylarga ruxsat bor xolos. Endi ruxsatnoma olib qilgan joylari ham bor, lekin boshlanishga ham o'sha vagonchi yoki konteynerdan qiladi. Lekin o'shanda ham sharoitini yaxshilab, chiroyli qilib qo'ysa, o'sha yerga bir gullardanmi, qushlardanmi olib borib qo'yilsa, birinchi masalan o'shanga e'tibor berish kerak. O faqat ish bo'lsa, u ishning ichida stresslar bo'ladi, chalg'itib turish kerak. Hech bo'lmasa obedga chiqqanda, choyga chiqqanda. Keyin ikkinchi masala, bu sohada tajribasi bor odamlar bilan maslahatlashib tortinmaslik kerak-da. Tortinmaslik kerak. O'sha isitish tizimimi, bu o'sha har bitta issiqxonada qilingan xato bu dehqon uchun katta jazo. Misol hozir 1 millionga bitta joyni qildirsangiz, u ertasi kuni chataq bo'lsa, yana o'sha yerga yana 1 million pul ketadi. Agar 100 millionga isitish tizimini qildirgan bo'lsangiz, ertaga uni buzilib qolgan bo'lsa, ustiga 10 million bergan bo'lsangiz, yana 10 million ketadi uni to'g'irlatgani. Ham vaqt ketadi, ham o'sha yilga hosilingiz. O'shaning uchun haligi tuymani taydan qadayasiz, noto'g'ri qadayasiz, tepaga chiqqanda ko'ngli qiyshiq bo'lib qoladimi? Shunda ham bu issiqxonada ham, o'zi har bir ishda ham boshidan ko'chat yer tayyorlashdan boshlab shu issiqxonani qurilishlariga ham puxta e'tibor berilsa, keyin ko'chat ekkan paytda qiynalmaydi. Issiqxonasi mustahkam, yeri yaxshi tayyorlangan, ko'chatiga o'sha ko'chati ham qiynamasdan katta bo'ladi. Hozir koreyskiy teplitsa qilish modada bo'ldi. Shunaqa qilish kerak masalan? Endi u koreyskiy teplitsalar u yangi boshlayotgan odamga qimmat. U eng arzoni ham Xitoydagi ham 220 ming, 250 ming dollardan bir gektari. Endi hozir unaqangi katta pulga qilayotgan odamlar, endi o'zi 5-600 ming dollar sarflayotgan odamlar o'zi qanaqadir maslahatchisi bo'ladi, yoki kimgadir qilib bermoqchi bo'ladi, u shunaqangi. Lekin biz o'zimizga o'xshab tomorqadan kengaytirmoqchiman degan odamlarga hozirgi mana Xudo bir konteynerlarni berib qo'ydi o'zbeklarga, buzib buklab qilinyapti, lekin o'sha koreyskiyni vazifasini bajarolmasa ham, lekin uddalasa bo'lyapti. Imkoniyat darajasida. Bu materialda farqlarmi ichidagi?
Ha, endi u misol uchun yo'q ko'rinishi masalan mana yarim oy simon bo'lib turib shunday tushgan. Ha, ular siz aytayotgan bu yarim oy kesilgan u Turkiyada shunaqangi qilinadi. Uni havo berishga oson u. O'sha fortichkasi tepada bo'ladi. Fortichkani ozgina ochib qo'ysangiz ham havo zo'r aylanadi. Men shuni koreyskiy stilda yo'q, u Turkiyada. Ha, koreyskiy stilda qanaqa? Koreyskiysi o'sha yumaloq bo'lmaydi-ku, sal cho'qqiroq bo'ladi. Ha. O'sha koreyskiy. Endi uni ko'rpalari bor, ichidagi texnologiyalari ham endi hali kirsangiz ko'chat bo'lib o'skingiz keladi u koreyskiy teplitsalarda. Dehqon odamda. Lekin buni o'zimizni konteynerdan qilinganlarni ham o'sha daromadni qilsa bo'lyapti. Endi haligi u boshlayotgan odamga mana uncha dollarli narsa deb qo'rqitmaslik kerak. Lekin o'sha 10 sotik, 20 sotik qilib turib 3-4 yilda o'zi investitsiya qilib kengaytirib Xudo bersa, u hech nima bas u. Qanchaga tushadi shu konteynerda qilayotganda sotigiga? Sotiga o'sha yaqinda ko'pchilik necha pulga bitadi deyishuvdi. O'sha hisoblab berdim. 8 millionmi bir sotiga shunaqa ketdi. Polniy usta xizmatlari bilanmi? Yo'q, uni ichida isitish, sovutish tizimi yo'q. Ha. Salafani, korpusi, temir korpusi. Bitishi 8 millionmi ketdi. Endi uning ichiga isitish, sovutish tizimlari bo'lsa, endi asosan pul o'shunga ketadi. O'zi menimcha kichiklik 2-3 sotiklik bo'lsa, unaqa sovutish tizimlari qilinmasa kerak. Chunki tavsiya qilmayman. Termizga arzimaydi. Termiz qiladi, boshqa qiladi, eplab olsa bo'ladimi? Kichikroq bo'lsa masalan? Qiyin. Qiyin-da, hali o'ziga kerakli issiqlik yo o'sha havo bo'lmagandan keyin dehqon bezib qoladi. O'shaning uchun issiqxonani qancha sharoiti yaxshi bo'lsa, ko'chatlar yaxshi hosil beradi. Keyin yana ishtiyoq bilan yana boshqa joyga qilaman deysiz, daromadini ko'ribdi. O'sha aytayapman, boshida agar xatoliklar bo'lsa, kamchiliklar bo'lsa, endi shunda ham kamchilik bo'ladi-yu, lekin kamroq bo'lishi kerak. Hali o'stiruvchi xato bo'lishi kerak-da, o'ldiruvchi emas. Agar o'sha katyol tizimi yaxshi bo'lmasa, yo bir sovutish tizimi qatlaridadir kamchiliklar bo'lsa, o'sha hosil yurgandan keyin u dehqon teplitsadan shunaqa ko'ngli sovib ketadi. Shunaqangi xatolar bo'lmasligi uchun ketma-ketligini. Chunki bu birinchi kun xato qilib ertasiga to'g'rilab ketadigan narsa emas, to'g'rimi? Qanchadir vaqt yutqizadi yana. Xatosini yana boshqatdan ishini tashkil qilgan. Aqlli odam o'zini xatosidan xulosa chiqarib keyin safar qilmas ekan aqlli. Dono odam birovlarning xatosidan o'zi xulosa chiqarib qo'yar ekan. Qanaqa o'sha birov xatolardan misol keltirmang o'zida bo'lganlarni. Endi bizda xato shu e'tiborsizlikdan-da. Biz uni isitish tizimini bilmaymiz. Birinchi yili bizda eng katta xato shunaqa bo'lganki, katyollarni o'rnatib bergan, bu bitta Damas'dek keladi. Endi katyol ham 20 sotikdiki. Katyolni o'rnatib berib ketishdi. U katyolchi yasagan akamiz ham o'zi u katyolni endi yasaganlar. Birinchisi. Xaridor ham biz birinchi. U aka ham o'zi yangilik qilganlar u katyolni. Endi u yoqish tartiblarini bizga o'rgatmaganlar. Ko'rsatganlar o'zi xato yo'nalishda ko'rsatganlar. Keyin bu hali bitta narsa ishlab chiqarilsa, uni ishlatish qoidalarini katyolga yozib qo'yish kerak ekan-da. Katyolmi nimaga bo'lsa-da, bunaqa ishlatiladi. Mana bu paytda bunday qaraysan, mana yerdan suv to'ldiriladi. Texnik yo'riqnomasi bo'lishi kerak. Unaqa narsa bo'ldi, ishlayveradi. Bizda baligi sirkulyatsioniy nasoslari teskari o'rnatilib qo'ygan ekan. Endi xullas hali o'ta kulgili. Hozir men kulaman. Misol o'sha holatlarga kulamanki, shularni ham bilmagan ekanmiz deyman. Sistemada havo qolib ketgan ekan. O'zi katyolni yoqish qancha noto'g'ri. Biz u katyolga qanaqa ko'mir yoqishni ham aytishmagan bizga. Uni o'zini ko'miri ham bo'ladi. O'zini ko'miri bo'ladi-da. Ko'miri bo'ladi. Misol yaxshi ko'mir, yomon ko'mir. Biz boshida olib kelamiz ko'mirni, yaxshi yonmaydi, yana qaytib yuklab beramiz. Yo'q, mana hozir ko'mirlarga borib, aka ko'mir berib yuborasiz, yoqmasa qaytib olib ketasiz o'zingiz. Qanaqa ko'mir? Mana shuni aytib keting, foydalanuvchilar. Hozir bizni katyollarimiz yana gap boshqatda bo'linib ketdi. Yo'q, demak, gap keyin so'rashalik nima bo'ladi? Orada aytib kelsiz. Ko'mir bizni hozir katyollarimiz
bunkerli bo'lyapti. Bunkerni to'ldirib qo'yasiz, o'sha kerakli vaqtga gradusga qo'yib qo'ysangiz o'zi olib kirib yoqadi. Qirg'izistonda belolma ko'mirini yoqyapmiz hozir. Hoka, maydalangan. Oldin bilsangiz, kat yo'llarda har 2 soatda ochib solib turilardi qishda. Yo'q, mana hozir shunaqangi kat yo'llar chiqdi, o'zini o'zi boshqaradi. Kat yo'l o'zini o'zi boshqaradi. Kerakli gradusda o'chadi. Kat yo'llarni ham tizimlashtirib chiqarishdi. Xonadonlarga ham chiqarishdi. Aqlli kat yo'llar. O'shalar birinchi issiqxonadan boshlangan. Endi o'shani biz bilmagan joyimiz sistemada suv qolib ketgan. Birinchi xato hali isitish tizimida xato. Sistemada suv qolib ketgan. U qaynab hali havo suv yurmasdan havo to'sib qolar ekan. Xullas kat yo'l erib ketgan. Temirdan bo'lganmi kat yo'l? Ha, temir, u qalinlikda yasalgan, suv qolmagan-da. Suvni qaynatib chiqarib yuborgan. Gradus demak katta bo'lar ekan. Gradus katta bo'ladi. Ichida o'sha birinchi qilingan paytda ichiga tashab qo'yib yoqilardi. U 800 kilo ko'mir oladi o'zi u kat yo'l. Endi bu degani bir 600 kilosi cho'g' bo'lganda, uni 600 kilo cho'g' agar suv kat yo'lda o'shanda adashmasam teskari qo'yib qo'ygan ekan nimasini, sirkulyatsionni nasosni. Kat yo'lga suv olib kirmaydi. Kat yo'lda suvni chiqarib yuborgan ekan taydan. Xullas bu tushunish qiyin. Yana ham nima deydi? Xudoning rahmi kelib isigan ekan qanchadir kun. Lekin shunda biz bilganmiz sistemada havo bo'lmasligi uchun u kat yo'l taydan to'ldirish kerak ekan. Biz yangilik bizga. Ustoz bo'lmagan-da. O'shancha uchun aytayapman. Buni ichida yurgan odamdan batafsil boshidan so'rash kerak. Kat yo'l erib ketgan. Telefon qilyapti ukam kechki payt. Aka kat yo'l erib ketdi. Shunaqa. O ichida bir oylik mehnatimiz bor. Endi bu bir oyda endi 100 million, 150 million sarf bo'lgan-ki. U qish paytda endi. O'zi bir kunda ali kat yo'l sovuq kunlarda $100 ko'mir yoqadi. Elektr energiyasi bilan o'sha to'kiga $100 sarf qiladi. Endi u $100 ga isitgandan keyin teplitsaning ichida ham $100 ish qilib olishingiz kerak kamida. Ko'chatni parvarish qilib olishingiz kerak. Bizda endi shunaqa bo'lyaptiki, ko'ryapman, mehnat qilayotgan ukam, men, bolalar, shogirdlar, birinchi yil. Hozir agar shuni qo'l siltib yorsam, deyapman. O'sha paytda qo'l siltsam bo'ldi, tamom deyapman. Shu hali bezib bo'ladi. Kechasi 3. Shuni o'sha kat yo'l yasaydigan joyga ketganman Namanganga. Zapas kat yo'l olgani. Nimaga? Bali ichiga isiriq yoqib saqlab qolganmiz. -2 bo'lgan, Allohning qudrati bilan sovuq urib ta'sir qilgani urmagan. Lekin kechasi o'sha boring 10 soatmi, 12 soatlik kat yo'lni birinchi kuni remont qilib yoqqanmiz. Esimdan chiqmaydi u kunlar. Bu soha bizni rosa bu sohaga kirganimizda bizni aqabaqa qovurgan. Tushundingiz? O'zi hamma issiqxona sohasida kim rivojlanayotgan bo'lsa, birinchi rosa qiynalgan. Men o'zimdan qiyosda o'sha xullas kat yo'limiz 2 marta erib ketgan. Qancha rasxod ketishgan shu sizlarga? Endi bu o'rtacha $2-3 ming ga tushgan-da. O'sha kat yo'lda o'zi. Endi ko'chat stressga tushib bir hafta 10 kun orqaga yuradi. Lekin u agar qattiq minus havolar bo'lganda eplab bo'lmas edi. Bu o'sha yaxshi havo bo'lgan ekanda o'sha paytda. Endi 7 yil oldin bo'lgan narsa. Men hozir hayron qoldim. Temir narsa erib ketishi. Ichida suv qolmasa erib ketadi-da. Suv qolmagan ichida. Suv qaynab chiqib ketavergan. Keyin uni qandaydir hali suvni ham haroratda berish kerak bo'ladi ko'chatlarga. Tomchilab ko'chatlarga ha. Ko'chatlarni o'sha parvarishida qishda mo'tadil suv berishlik uchun o'sha ichkariga ham nimalarni qilib qo'yganmiz. O'sha kat yo'ldan suv olib yoki kat yo'l tizimida, isitish tizimida suvlarni o'sha beriladigan suvdan yonidan olib o'tib ketganmiz. O'sha haroratda
kechasi to'ldirib qo'ysangiz ertalabgacha isib qoladi. Kim ba'zilar ichkariga o'ziga qilar ekan, pachoyda qilib turibmi, katta to'rtburchak nimada ichki harorat bilan bir xil bo'lsin deydi. Bizda ham shunaqa qilgan joylarimiz bor. Uni foydasi bormi, qandaydir? Endi foydasi o'sha isitish tizimida suvdan yo'l-yo'lakay oqilona foydalanadi-da. O'sha yo'l-yo'lakay suv isitib ketadi suvni. Zo'r. Hozir bitta narsani o'ylab turdim, shuni xayoldan nima bo'lib qoldi-da. Mana shu tema tugasa beraman deb turdim. Tak. Ha, nimani so'ramoqchi edim. Ba'zi teplitsalarda ko'k paketdan qilishadi, ba'zi birda oqdan qiladi. Uni qandaydir farqi nimasi bormi, usulligi? Farqi bor. Mana o'sha bu sohada o'zi usta bo'ldim deganingiz o'zi har bir sohada o'zi o'sha xatoyingiz bo'ladi-da. Har yili yaxshi yangiliklar chiqaveradi. O'sha salafanni ham asli narxiga qarab, sifati, mahsulotni yetishtirilishiga qimmat narsa asli bekorga qimmat bas o'zi. Endi to'g'ri qimmat narsa degani foydali degani ham bas. Lekin mana Koreyani plyonkalari terilamas ekan. Biz buni mana 7 yilganda endi bildik, boshida ishlatganmiz. Keyin puli 2 baravar qimmatda. Keyin bu Koreyan salafani ham 2 yil turibdi, bu ham 2 yil turibdi. 4-5 ta hosiliga yetyapti xolos-da plyonka. Mavsumga. Shunga o'sha rangli plyonkalarda ham o'sha baribir Koreyaniki yorug'likni yaxshi o'tkazadi. Sal quyosh bo'lsa ham issiqxona ichi isib ketaveradi, keyin terilamaydi. Keyin suv bo'lsa unda adashmasa pastga oqmaydi, yonga oqib tushib ketadi. Ha, ichida o'sha yog'i bo'ladi o'zi. U deyarli hamma plyonkada bor. Lekin mana ko'k rangli plionka deyotganingizga buni o'sha endi xudo xolasa o'sha Koreyan plyonkalarni yopamiz dedim men qishda. Bahorda bilintirmaydi, lekin u qish paytida, parlangan paytda plyonkadan nur o'tmay qoladi-da. U koreyskiy plyonkalar sifati zo'r baribir. Zo'r. Ana teplitsaning ichiga termiz qilishchi haroratga shu ta'sir qiladimi? 3 gradusga farq qiladi. Hali yonida termizda o'zida. Ichiga tortiladigan termiz 5 gradusgacha farq qiladi. Endi ro'zi pomidoriga termizsiz chiqarish yaxshi bo'ladi. Bunisi ham mana shu rasxod ko'p bo'ladi, lekin pomidorning sifatida yorug'lik yaxshi o'tgan hisobiga termiz qilinmaydi. Ta'miga qanday ta'sir qiladimi? Endi ta'miga bo'lmasa ham sifatiga ta'sir qiladi. Ko'rinishiga. Endi sifatiga ta'sir qilgandan keyin ta'miga ham ta'sir qiladi. Bir-biriga bog'liq-da. Ha, ko'rinishi, ta'mi, hamma narsasi. Ko'rinishi, mana qancha issiqxona qorong'iroq bo'lsa, u qish paytida endi suv tepada to'plangandan keyin soya bo'lib qoladi. Pomidorni hali tagiga nimani ekilgan tagiga endi quyosh to'g'ridan to'g'ri tushmasa, qanaqadir nimada namgarchilik bo'ladi. Pomidor ham haligi eksportga o'sha yuqori darajada chiqish qiyin bo'ladi. Keyin chirish ko'p bo'ladi, namlik ko'p bo'ladi. Iloji boricha pomidoriga, umuman ekinga issiqxona haroratida quruq havo yaxshi. Endi unga o'sha hamma sabablari bir-biriga bog'liq bo'lganda sifatli plyonka ham yaxshi. Endi xudo xolasa biz o'zi shu ish ustida yuribmiz. Mana joy kelganda reklama qilib ketdik. Shu Vodiyga mana bizda hozir bir salafan sohasi Andijon bilan Oltiariqda, bo'lmasa Toshkentda olib kelishdi bizda. Xudo xolasa biz shuni Farg'onaga, Marg'ilonga olib kelyapmiz. Salafan dorilarda bir arzon nimaligini, optimini ulgurji narxdaligini. Qachon yo'lga qo'ymoqchisiz buni? Xudo xolasa endi hozir joy tayyorlashni boshlayapmiz, bir 2 oy 3 oylarda. Uni Instagramda e'lon qilasiz. Ha, Instagramda xudo xolasa hali qizitamiz. Mana shu narsaga o'zingiz mana aytib qoldingiz. Qanaqa o'g'itlar ishlatsa, masalan, pomidor yetishtirayotganlar, limon yetishtirayotganlar, misol uchun bodring yetishtiradiganlar bor. Mana aytdim-ku, birinchi avvalambor o'zi buni mana doridan foydalansin degani, men agronomlik sohasida o'qimaganman. Endi o'zingiz foydalanib kelayotgan. Biz foydalanayotgan o'sha
Yevropa dorilari asosan. O'sha haligi brendli dorilar deymiz. O'sha Yaraniki bormi, Nutrivanniki bormi, Rossiyani mana Buyuskiy nimasini dorilari bor. Haligi sanasiz sanog'i ko'p asli, lekin o'sha ishlayotgani vaziyatga qarab qilinaveradi-da. O'sha paytda ishlayotgani vaziyatga qarab qilinaveradi. O'zimizda bormi ular? Bor. Bizda dori sohasi rivojlangan. Bizda dehqonchilik rivojlanganligi uchun hamma dorilar yetarlicha bor. Lekin biz ham shuni xudo xolasa, mendan ko'pchilik so'rayapti, aka nima qo'yish kerak, nima deb, qayerdan qancha odam murojaat qilayotgan bilaman-da. Endi hozir aytdim, bu Instagram uchun bitta nima olaman dedim. Xudo xolasa. Agronom javob bergani nimagaki 20 sotix, 50 sotix issiqxonasi bor odam agronomni u taniydi u. Telefon qilib bog'lanadi. Lekin hali 2 sotix teplitsasi bor yo yangi qilgan odam, shu odam biladi deyapti endi Instagramda mana ko'rib turib. Xudo xolasa shu aka-ukalarimizga foydali bo'lishi uchun agronom yollamoqchi biz. Zo'r. Qachon qilmoqchisiz buni? Endi xudo xolasa bu ketma-ketlikda hammasi. Kuzatuvchilar, mana sizlar uchun eksklyuziv yangilik bo'lyapti. Demak, qanday savolinglar bo'lsa, yana murojaat qilaverasizlar shu bo'yicha. Xudo xolasa, haligi bu eski katta dehqonlar u yo'lniga tushib ketgan ular, lekin o'sha yangi boshlayotgan odamlarga xudo xolasa o'sha bitta agronom yo'llamoqchiman. Zo'r. Savol bo'lsa beriladi. Nima deydi? Manfaatli bo'lsin. Maqsad kimga manfaatli bo'lsin. Foyda kelib. Instagramga chiqib qolib bu qilinayotgan ishlarni bitta ko'rsatib qo'yish bas. Lekin o'sha jarayonlarda ham ko'pchilik ham bunday qilsa bunday bo'lar ekan-da. O'zim kecha bitta ukam keldi. Aka boshida nima qilyapsiz ekan Instagramda, sizga nima foyda ekan dedim. Foydasizni oldin menga bilindiki, bu quyayotgan dorilaringizni ko'rib turib qildim, natijasi zo'r bo'ldi dedi. Endi to'xtadim. Foydalandingmi desam, masalani hozir qo'yaman, mana shu dorini bergan odamga yoki odamlarga ko'rsataman. Desam, "Yo'q, mana olmayman." Ali nima deydi? Bu kameradan qo'rqadigan odamga talab yo'q ekan-da. Bo'lmasa u haligi tillari birroq shu qandaydir hali bitta kamerani yoqqandan keyin odamni hayajon bosadi ba'zilarda, misol uchun. Boshida o'zimda ham bo'ldi lekin. Lekin qilish kerakmi? Qilish kerak. Kimgadir foyda berish kerakmi? Berish kerak. Keyin bunaqa bo'lib qoladi-da, ko'pchilik kamerani yoqqandan keyin hayotda masalan gaplashsangiz zo'r odam, maza qilasiz, hali xarizmasi bor. Bitta kamerani yoqasiz, ramkaga tushib qoladi-da qandaydir. Endi o'shanaqa odamlarga bitta maslahat bor. Kameradan qo'rqyaptimi? Kameraga chiqmasdan gapirish kerak birinchi. Chunki mana blog boshladi. Kadrda masalan kadrda o'zini ko'rsatmaslik kerak. Misol uchun yana bitta maqtanib qo'yay. 10 tadan oshib ketdi hozir Instagramda shogirdim. Yo'q-a? Endi o'zimdan o'sib ketganlari ko'p. Mana 2-3 oy ichida. Mahallada aka-ukalar, aka nima qilyapsiz yo endi boshlaganlar yoki boshlayotganlar. Mana bunaqaga. Men o'zimda unaqa ko'rilma yo'q. 1 milliongacha prosmotr bo'lib ketganlari bor. Endi sababni biz aytganman, yo'nalish hammasi Allohdan, lekin o'sha sababda ilmi bor-da. Nima ilmi? Men misol o'zim qila olmasligim mumkin. Haligi boks trenerlar ham o'zi chempion bo'lmasa ham shogird chempion bo'ladi-ku. Endi men haligi bu sohada ustozman deb da'vogarlik qila olmayman. O'zi 2 oydan beri endi chiqib bir nima deydi, bitta odamga bir dori quyishdan nimadir o'rgatayotgan odamman, lekin kameraga qo'rqmasdan gapirish uchun birinchi haligi ovozini o'zini yaxshi ko'rish kerak. Hamma ovoz o'ziga yoqmaydi-ku. Misol ustama, mana men aytaman, ishni qilyapman. Kelinglar, u yoqdimi, yoqmadimi shart qo'yish kerak. Bo'ldi, tamom. Keyin ertaga o'zi mana videoda qo'yibman, u bundan yaxshi deb qo'yishni boshlaydi. Yaxshilanib boraveradi. 4-5 ta videoni ko'z yumib qo'yib yuborish kerak. Iloji boricha o'sha ko'rsatayotgan narsasini boshida 30 sekunddan oshirmaslik kerak ekan. Instagramda qoidasi shunaqa ekan. Ustamisiz? 30 sekundlik video olish kerak. Zeriktirib qo'ymagin 30 sekundgacha.
keyin sekin 1 minutgacha 1,5 minutgacha Ha, qilaveradi. keyin boshida shunaqa ekanda. Ha, zo'r. Boyagi mavzuda haligi dorilar gaplashyapti-ku, shunda bitta xayol keldi-da. Misol uchun odamlar teplitsan narsasi bo'lsa, polniy ximikatda bo'lgan deydi, boshqa qiladi. Qandaydir shunaqa o'y bor, to'g'rimi odamlarda? Yo'q, o'zi haqiqatan ham shunaqa. Endi u ximikat deganda u aslida ustidan sepiladi. O'zi hammasi ximikat. Maylimi? Ha, bemalol gaplashing. O rahbarjon. Men endi hozir nimadaman, bir yarim soatdan keyin gaplashaylik, o'zlaring ham bilib qilib turaveringlar. Bo'laveradi. 90. Ha, bo'yini ham o'zlaring bilib qilib qo'yaveringlar. Xo'p. O'chirib qo'yaman, uzr. Bo'ldi. O'ziga kirganda kallashyapmiz-da. Dorilar endi asli u o'sha Yevropadan keladigan dengizni tayda o'simliklardan yoki hayvonlarni bir o'qigandim. Men ham dorilar tarkibini o'qib, qo'pol qilib aytganda vaqtimni ketkazmayman. Sababi tadbirkor odamman. Bitta mutaxassis men uni quy deyapti, o'shani quyaman. Chunki asli buni ilmini o'rganish kerak. Lekin men unga vaqtim ketadi. Men uni ichida doimiy yuradigan odam emasman-da. Shuning uchun o'ziga kerakli joyini kerak joyi mana va bitta o'sha Toshkentda ustozlarimiz mana dorini quy deydi. Biz u odamga ishonamizmi? Bo'ldi, o'shani quyamiz. Endi unga shubha qilib, yana boshqa odamdan so'rab, vaqt ketkazib, uni u odamdan so'rash xato bo'ladi. Yana o'zi bitta narsani kimdandir so'ramoqchimisiz? To'g'ri, undan bundan so'rab, aytganingni qil deydi. Men unga qarshiman. Hali yaxshisini qil deydi-da. Odam undan ko'ra bitta odamga ixlos qildim yo ishondim, o'shandan borib so'rab aytgan qilaverish kerak. Shu mutaxassisni. Menda shunaqa. Men aka yo ustoz nima deysiz bunga? Mana dorini bunaqasini quy deydi. Bo'ldi, rahmat, quyamiz va Allohdan zo'r bo'laveradi. Haligi nima ish qilinsa ham xayrli qilgin, foydali qilgin deb qilinaveradi. Yaxshi bo'laveradi. Zo'r, masalan, biror narsa olishda mana boyagi savollarga javob to'liq bo'lmadi. To'lka ximikatdan bo'ladi deydi. Endi ximikat deganda to'g'ri ximikat bo'ladi, lekin u mana Xitoydan olib kelayotgan o pechenni, misollar qadoqlangan pechennilarga yoki mana gazli ichimliklarga qaraganda, taqqoslanganda, u ancha foydali. Sababi u to ildizdan, tomirdan u kelguncha u tabiiy hisoblanadi-da. O'zi asli eng tabiiy narsa shu o'zimizni mevalar. To'g'ri ximikatda bo'lyapti, lekin bu tashqaridagi ximikatli yeyotgan narsalarimiz oldida eng foydalisi. Ha, to'g'ri. Demak, u suv bilan aralashtirgan tomirdan o'tib qanchalar borgun filtrlanib borguncha. Endi Alloh bu ko'chatni shunaqa qilib yaratgan ekan-da. Shunga o'sha o'g'itlar ham eskitdan bor narsa-ku endi. Bu kecha chiqib qolgan yo bugun chiqib qolgan narsa emas. O'shalarni bermasa bo'lmayapti-da. U qanchadir yillik tajribalar asosida o'ylab, xatolar qilib boshqa o'shanaqa. Rahmat o'rgatayotgan mana shu bahona ko'rib turgan akalarimizga, ustozlarimizga Alloh rozi bo'lsin. Men sizlar bergan bilimlarni endi to'lig'icha yoritib bera olmayotgan bo'lsam ham, lekin Xudo xolasa manfaatdor bo'ladi degan umiddaman. Zo'r aka. Men Farg'onamiz yerlarini unumdor yaxshi deyshadi. Bilinadimi masalan Teplitsa sohasida? Bilinadi. Boshqa hududlar yerlarga nisbatan. Ha, bilinadi. O'sha ko'cha pomidorni, sohamiz pomidor bo'lsa, mevalarimiz uzoq turib beradi. Hozir mana haligi Aziya Sibir deb Abdumalik akam odamlarga borib, o'zbek brendini tushirib yorma deyaptilar. Hamma joyda ko'p dehqonlarga u yoqmayapti. U nafsini o'ylagan dehqonlarga yoqmayapti. Sababi u odam ertaga biz O'zbekistonning mevasi desa hamma kulib va nomini eshitib o'zi olaveradigan bo'lsin deyapti-da u odam. Ochmasdan ko'rib olib ketsin deyapti. U doim o'sha betida ikki qatori yaxshi, tagida chatag'i chiqyapti. Misol uchun uni ichida men yaxshi yuk qilarman yo siz qilarsiz. Kimlardir nimasiga nomiga dog' tushyapti o'zbek mevalarini. Bo'lmasa mazasi, hozir raqobat bu dehqonlar ustida butun dunyo bo'yicha ketyapti asli. Orqada qolib ketmaylik deb shu odam tashabbus qilyapti.
endi u bizni mevalarda agar o'sha chiroyli yo'nalishda qarasa, u eng kuchlilari bizdan chiqyapti asli. Mana hozir Surxondaryoda Tbilsida gilos ekish 450 ming sotildi uka 1 kilosi. Yo'q. 1 kilo gilos 450 ming sotildi. Shu bir oy oldinda. Ha. Tashqarida pishishdan oldin 20 kun oldin, bir oy oldin pishdi. 450 ming sotildi. Endi izlansa bo'lyapti-da. Yerlarimiz haqiqatda unumdor, toshliq. Toshlig'i bir Alloh nazar solgan ekan, yaxshi bo'lyapti-da, toshda ham bo'lyapti-da endi. O'sha toshini terib olsa, o'sha tayda qolgan turpog'ida ham yaxshi bo'lyapti. Ixlos bilan qilinsa bo'ldi. Muhabbat bilan, mehr bilan. Mehr bilan qilinsa bo'ldi. U masalan qarang, mana shu daromad qilib kirmoqchi-yu, lekin qandaydir yerga muhabbat yo'q, faqat daromad qilmoqchi. O'zi hosil bo'lib qoladimikin daromadini ko'rib turib muhabbati, hali pulni ko'rgandan keyin nima bo'lib qolasan deydi-yu. Yo'q, lekin hozir siz u ishni yaxshi ko'rmasa-yu, biznes sifatida pul tiksa demoqchimisiz? Kirmoqchi. Mana aytdingiz-ku, 6-7 dollardan sotiladi ro'zi pomidorlar. Hozirgi kunda. Masalan, kimdir qiziqdi. Lekin hali yerga muhabbat yo'q. Masalan, keyinchalik paydo bo'lib qoladimi, o'sha 6-7 dollarlik pomidorni tayyorlayman deb muhabbat bilan qarab boshqa u endi asli yoki o'zi oldinroq bo'lish kerakmi odamda u narsa? Endi bu savolingizga bilmadim endi hozir u siz aytayotgan odam menimcha o'zi hamma bu tabiiylikni menimcha xohlaydi. Nimaga desangiz, ko'ngil hashamatli joylarda emas, halovatli joylarda xohlaydi-da. Endi nafs hashamatni xohlaydi. Ko'ngil bilan nafsni aralashtirib qo'ymaslik, adashtirib qo'ymaslik uchun aqlga murojaat qiling deydi-yu. Shunga aqlingizga murojaat qilsangiz, asli u tabiiylikni xohlaydi. U haligi bu sohani asli men yomon ko'radigan yoki qiziqmaydigan odam yo'q deb bilaman. Hamma tabiiylikka, hamma misol uchun qo'yni ko'rsa yo molni ko'radimi, qaysi bir hayvonni ko'rsa, bir kichkinasini ko'rsa, bir zavq olgandaqa bu o'simlikdan o'sayotganini ko'rib zavq oladi. Bir qo'lingizda bir dona bir gulni yarata olmaysiz-ku. Hali bir gul ochilganini ko'rib maza qiladi. U har bitta bu kirib ichida yuraversangiz, u o'rtaq bo'lib ketasiz o'zi ko'chatlar bilan. Gaplashadigan bo'lib ketasiz. Lekin o'sha o'zi muhabbat tushib qoladi sohaga. Chiqib ketolmay ham qoladi. Lekin o'sha xatolarida hali 1-2 marta bu sohadan bir marta o'zi yaxshiroq zarba yeb olsa, lekin bezib qoladi. O'sha xatoni qilmaslik uchun o'sha mutaxassislardan tortinmasdan so'raverish kerak-da. So'rab o'rgangan olim o'zi orlan so'ramagan o'ziga zolim deydi. So'rash kerak. Endi so'raverib bezor qilib tashlashmaydi. Yo'q. Bizda nima deydi? Bitta odam aytayapman-ku, bir narsani so'rasa, ixlos qilib so'rasa, siz uni aytsangiz, u odam agar borib qilsa, aniq yaxshi bo'ladi uniki. Ixlos qilib, so'rayotgan odamga ixlos qilish kerak. Misolda, endi hali ham undan so'ra, bundan so'ra borib qilmaydigan bo'lsa, u unaqa odamga aytib so'z zoya deydi-yu. O'shunaqa. Buni ham endi hozir mana internetda hamma yo'q bor. Lekin u internetda u ob-havo, u joy boshqa-ku, hamma o'sha muhitidagi joydan so'rasa yaxshi. Hamma o'sha joyda qilayotgan odam bilan maslahatlashib qilsa, hududida ob-havo, yerni sharoiti, yerni namligini biladi-ku. O'sha hududidagi dehqonlardan, hududidagi o'sha issiqxonachi, tajribasi bor odamlardan so'rasa, tortinmay so'rash kerak. Bizga ko'pchilik o'rgatmaydi, yo unaqa bunaqa degan gaplar keladi. Desachi. Yo u gap tashqaridan, lekin o'zimizga bunaqangi aytishmaydi, lekin o'sha tashqaridan bu sohada bas odamlar o'rgatmaydi bu. Yog'irgacha aytmaydi deydi. Yo'q. Kelib so'ra, o bitta biz bas hamma. Kecha endi bitta stanoyani Toshkentga bordim. Katta uskunalar markaziga kirib, "Mana stanoyingizni" dedim. "Olmoqchiman shunaqa. Faqat buni ishlatayotgan odam bormi?" dedim. Desam, "Bor" dedi, nomer berdi.
aka dedi siz nimasini so'raysiz, yaxshi ishlayaptimi, daromadi qanaqa, qo'ysam bo'ladimi deyman desam, aka sizga aytmaydi bu, undan ko'ra xaridor bo'lib boring ko'rib olasiz deyapti. Uka bu ishni boshidan yolg'on gapirish u yaxshi emas, siz o'zi tavsiyangiz o'zi yaxshi emas, fikringizni to'g'irlab oling dedim. Shuni yonida telefon qildim. Uka menga shunaqa stani olibsiz, shuni mana shu brendni stanoyda olib ishlatib siz daromad qilyapsiz, yaxshimi yomonmi desam, u shunaqa zo'r bola ekan, 25 yoshli bola ekan. Aka sizga o'zi nimaga kerak bu, nima qilmoqchisiz, klientingizga ba'zingiz bormi, uni sotgani, hamma yo'qda shunaqa ketma-ketlik chiroyli aytyapti. Aka men sizga lokatsiya tashlayman dedi. Keling dedi, bundan necha pul foyda qilishingizni ko'rsatib beraman dedi. Sizga bu stanoy kerakmi, kerak emasligini bilib olasiz dedi. Qarang, haligi gap to'g'ri ma'noda yondasangiz, to'g'risini so'rasangiz, bu hamma aytadi, hamma rostini aytadi. Keyin bordim, aka buni bozori o'ldi. Bunaqangi. Siz hozir 10 mingga ko'rayotgan stanoyingiz asli 5 ming mana. Olsangiz olib beraman deyapti. Lekin olishingizni tavsiya qilmayman deyapti. Keyin rahmat dedim. 25 yoshli bola shunaqangi haligi ishlab chiqarishlarni joyiga qo'yib qo'yibdi. Havas qilib duo qilib kelaverdik. Lekin chiroyli tushuntirib berdi-da, o'shani singari qaysi yo'nalishda bo'lmasin so'rash kerak. Tortinmaslik kerak. Endi so'rashda ham so'rashi bor. U kommentariyaga kirib olib, "Halonaqa" desa, yo'q, qo'ldan kelgancha aytiladi. Lekin aka mana borib ko'rsam bo'ladimi, yo bundaqami deyishyapti, kelishyapti. Hali imkoniyatga qarab ko'rsatib beryapmiz biz ham. Endi bu so'rash deganda, so'rashda ham so'rashi bor-da. Tezda menga buni aytib oling, undan deb aytdi, so'ralmaydi-da. Hali majburiyat qilib so'ramasdan, hali menga-ku men to'g'ri tushunaman unaqa odamlarni. Bo'ldi, tushuntirilaveradi. Lekin o'sha qanaqadir joyda ish bitirishga yo bir narsaga so'ralyaptimi, chiroyli holatda so'rash kerak. Borib yalinvorsin degan joyi yo'q, lekin aka to'g'rima-to'g'ri. Ikki og'iz shirin so'z. Aka sizni shu sohani havas qildim yo shunga kiryapman. Nima maslahat berasiz desa, jonini berib o'rgatadi. Jonini berib o'sha 10 yillik tajribasini qisqa qilib tushuntirib beradi. Bosib o'tgan yo'lini. To'g'ri. Shu endi. Nima yangilab olasiz Murodjon? Murodjon ish qilib chay vormayapsizmi? Gaplarda aqa-baqa adashtirib vormayapmanmi uka? Yo'q, aka, ancha dadil ketyapsiz hozir. Ha, bo'ldi. Aralashtirib vormayotgan bo'lsa bo'ldi. Sababi hali men bunaqa mikrofonda endi gapiryapman-da. Hali o'z ko'rib maza qilasiz. Hamma yo'q chay turmaylik, men turishlarim, yelka tutishlarim qiyshiq emasmi? Aka bizda senzura yo'q. O'zizga qaysi qulay bo'lsa, o'shani olasiz aka, bunday qilib olib gapirsangiz ham bo'laveradi. Mana shunday o'tirib. Muhimi albatta bo'ladigan suhbat foydali bo'lsa, mana foydali bo'lyapti. Manfaatli bo'lish kerak-da. Manfaatli bo'lish. Bitta narsa. Mana keyingi keladigan kuzatuvchilarimizga aytib qolamiz. Bizda erkin. Mutaxassis bo'lsangiz, boshqa bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. Siz ham agarda odamlarga manfaatli bo'ladigan bilimni bermoqchi bo'lsangiz, qandaydir ma'lumotlar ulashmoqchi bo'lsangiz, biz doim ochiqmiz. Shunaqa mutaxassislarimiz maqsadimiz ham shu. Shu hududdagi mutaxassislarni nimalardir izlanayotgan, nimalardir daromad qilayotgan odamlar ko'rsin, o'zimiz, chunki bizga eng yaqin misol, masalan, sizga o'xshagan mutaxassislar, sizga o'xshagan odamlarda bu Farg'onada. Misol uchun biz Toshkentdan yoki boshqa viloyatdan kimnidir ko'rishimiz, qaysidir jihatlar baribir mos kelmaydi-da bu hudud auditoriyani hayotiga. Sizlar shu hududda o'tirib shu narsani qilyapsizlarmi? Demak, kimdadir yana boshqa odamlarda imkoniyat bor. Xudo xolasa. Shuning uchun shunaqa mutaxassislarimizni chaqirib suhbatlar uyushtirib kelyapmiz hozirda. Zo'r, Alloh xayrli qilsin. Manfaatli qilsin ko'pchilikka. Shu endi yashashdan maqsad yashab chiroyli hayot kechirib shu kimlargadir o'rganilgan narsalarni, bilimlarni o'sha aynan bitta zo'r nima, inson yuksalishi uchun ko'p insonlar yuksalishida xizmat qilish kerak ekan. Asli o'sha kimgadir nimani o'rgatasiz, yuksaling falonchi. Buni qiling, o'rnaling, buni qiling, yaxshi bo'ladi, xudo xolasa deb o'rgatsangiz, keyin o'zingiz ham
yuksalasiz. Keyin o'zingiz ham nima deysiz, sizga ham keyin mana hali qayergadir borsangiz, sizga ham to'g'ri yo'nalish ko'rsatishaveradi-da. Men o'sha bordim, 2-3 ish bilan, bilim izlab bordim. Lekin men ko'rgan narsa boshqa, o'zi boshqa ekan, shu odamlar to'g'risini ko'rsatdi. Men shundan topdim. Shu odamlarga so'ragan narsani bilganimcha tushuntirib berganligim uchun Xudo menga shu narsalarni ko'rsatdi dedim. Bormidi o'sha masalan yaxshi niyatda so'ragansiz, lekin nimadir yashirayotgandaqa, aytmagandaqa. Menda lekin bunaqa holat bo'lmagan. Demak, odam o'zi qanaqa bo'lsa o'shanaqa qaytarganda. Siz oldingizga kimdir shuni men niyatiga kimdan nima so'ragan bo'lsa, bo'ldi, tushku ko'rsatgan. Kimga akam bunaqa faqat ochiq yorug'likda to'g'risini aytsangiz, misol men shu sohani qilmoqchiman yoki qiziqyapman demaslik kerak-da. Qilmoqchimisiz? Akam uni qilmoqchiman. Yo'q, bu Alijon ko'rsatmasa, Valijon aniq ko'rsatadi. Bu lekin o'shanga ham chiroyli muomala qilib so'rasa aytadi. O'ylab ko'ray, aytganingizdan keyin unaqa qilib ko'ram. O'ylab yuribman, xolos, prostaga. Endi cho'ntagini qo'lga solib so'ralmaydi-da bu. Aka, sizni havas qiluvdik. Sizning yo'nalishingiz bunaqa ekan, bizga nima maslahat berasiz? Men ham qilmoqchi edim. Shu sohalarda havas qilardim, yo bir kasbimni o'zgartirdim shu yo'nalishga deb qaysi soha egalariga borilsa ham ko'rsatib beradi. Bu muomala bilan ancha-muncha joyga kirib ketsa bo'lsa kerak o'zi. O'shanaqada o'sha yaxshi gap bilan kimdir o'sha natija qilibdi. Mana kimdirki yuksalibdi muomala bilan. Kimdirki qoqinibdi muomala bilan. Tushundingiz? O'sha bitta chiroyli bu so'zni ketma-ketligi bor edi. Bu qisqartmasi shu. Aysimda qolgani kimki yuksalib bitta natijaga boribdi muomalasi bilan. Kimdirki qoqilibdi u ham muomalasi bilan. O'z kitob o'qib turasizmi? Men to'g'risi kitob o'qiyman deya olmayman, lekin yaxshi satrlarni, qisqa satrlarni ko'p o'qiyman. Mana shu Instagramda faqat bir nimalarni ko'rmayman. Mana shu obuna bo'lgan joylarimda ham manfaat oladigan nimalarga obuna bo'lamanki, o'shalar chiqsin deb. Tushundingiz? O'shaning uchun men ham kimga bo'lsa, hali nima videolarimda obuna bo'lib qo'ying, u qiling, bu qiling, yo'q. Dehqonmisiz, qiziqyapsizmi? Kuzating, Xudo xolasa vaqtingizni behuda o'tkazmaysiz. Ko'rasiz, o'zi u biladi u odam. Teplitsasi bor yoki teplitsa qilmoqchi. Foydali bo'lish kerak-da. U agar bu sohangiz umuman boshqa bo'lsa, bu sohaga qiziqmasangiz, obuna bo'lib, vaqtingizni bizni ko'rib behuda o'tkazmang. Vaqtimni o'zim ham shunaqa qiziqanaman. O'shaning uchun men bo'layotgan bir islohotlarni ko'rgim kelsa yo bir bilim olgim kelsa, o'shalarga obuna bo'lib, o'shalarni kuzatib ko'raman. Yoki hali chiroyli satrlar qo'yadigan guruhlar bo'lsa, o'shalarni kuzataman. Endi kecha bitta istoriya deb qo'ydim, hali ko'pchilikka nima bo'ldi? Ali satrlar chiroyli bo'lgani bilan uni agar boshqa ma'noga kelsa sizga u boshqa ma'nosi buzilib ketadi. Ali satr chiroyli bo'lgani bilan ma'nosi chiroyli emas-da endi. O'shaning uchun haligi birovni ishonchli manbalardan ko'rish kerak-da, fikrni to'g'rilash uchun. Shunaqa. Shuni ma'nosiz, hali chiroyli qilib turib, lekin ma'nosiz narsalar shunaqa teskari bo'ladi. O'zi odamni hozir komment yozishga usta-ku, shunaqa-da. Joy-joyiga topilishni nima qilishadi. Har bitta satri chiroyli bo'lsa, u ma'nosi zo'r degani emas-da. Hali o'sha kecha nimani o'qidim? Gulni asraydi tikon, gul esa xohlaydi yoki istaydi boshqa makon. Endi men tushungan narsa, agar u gul qiz bola ayol kishiga aytilayotgan bo'lsa, u boshqa makon istamaydi u. Agar gul bitta singlimiz yo qizimiz bo'lsa, tikoni biz aka-uka, ota-onasi bo'lsa, akalar tikon bo'lsa, asraydi. Lekin u boshqa makonni istab turibdi. Bu noto'g'ri yo'nalishda. Noto'g'ri. Agar qizga aytilayotgan bo'lsa, nimaga u qiz bola musulmonchilikda biz aytgan joyiga borib tushadi-ku, o'zi xohlagan emas, istaydi boshqa makon. Endi to'g'ri satri qanaqadir chiroylidir, lekin ma'nosi xunuk. Qofiya tushgan bilan u ma'no chiqdi degani emas. Shunaqada shunga o'xshagan-da. O'shaning uchun endi
lekin to'g'ri ko'ngilda qabul qilish kerak ko'p narsani. To'g'ri ma'noda. Birinchi yaxshilik tomonni. Yo yaxshilikni oqtarasiz, topolmay qolsangiz, endi shu ekan. Shu ekan o'zi bori. Tushunarli. Zo'r. Xoljon aka, kelganingizga, vaqt ajratganingizga katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa bu mana kelgan hamma suhbatdoshlarga aytyapmiz. Bu birinchisi ham oxirgisi ham emas. Endi birinchisi aniq, lekin oxirgisi emas. Xudo xolasa bir yana yangiliklar, ijodingizda yangiliklar bo'lsa, ishingizda yangiliklar bo'lsa, mana yangiliklar qilaman deyapsiz-ku. Unda ham xudo xolasa qachondir, bir oy balki 2 oydir, balki keyingi oydir. Masalan, xudo xolasa yana suhbatga chaqiramiz. Xudo xolasa. Demoqchiman akali, suhbatni ko'rganlar, kommentariyada o'zingizlar fikringlar yozinglar, savollar to'planib qoladi sizga. Masalan, aka bu narsa qolib ketdi, bu bo'yicha gaplashmadinglar, aka bu narsani so'ramoqchi edim. O'sha savollarni yig'amiz, xudo xolasa keyingi suhbatda yana uyushtiramiz. O'zi o'shani aytgandim-da, yozib olinsa dedim-ku birinchi, yozib olinsa aniq savol bo'ladi, aniq javob bo'ladi. Hozir bitta savol beryapsiz, men ikkinchi javob beryapti turib, o'zim ikkinchi, uchinchi savolga o'tib ketib qolyapman-da, o'zim savol yaratib turib. Mening tajriba yo'q-ku. Yo, mana bunaqada G'olibjon aka, uni ochib turib, qachon bu sohaga kirib kelgansiz? Ha, bo'ldi. Keyingisi Palonpiston. Bu hali qandaydir ramkadagi narsa-da. Ko'rsin, eng qiziq joylarga gaplashaylik. Hali yo'lda ketyapti, YouTube'ga qo'yib qo'yib yoki ovqatlanyapti, YouTube'ga qo'yib qo'yib. Maza qilib ko'rsin odamlar, kayfiyat. Hozir hamma bilan suhbat bo'ldi. Hali ko'chada semichka chaqib, gaplashib o'tiradi yoki to'planib bitta joyda o'rtada gaplashib o'tiradi-yu. Mana o'shanga yaqin suhbat bo'ldi-da hozir. Misol uchun ko'rib, hali maza qilsin. U ham yaxshi. Bu ham yaxshi. Lekin buni endi nima deydi? Fikrimni aytaman-da. Bu ham yaxshi. Lekin o'sha qanaqadir joylari ilmni o'ziga bog'langan bo'lsa, misol qanaqadir yo'nalishi parcha-parcha, kimdir foydalansin. Faqat o'sha siz aytmoqchi semichka chaqib yoki oila davrasi yoki yo'lda ketib eshitadigan mavzu bo'lib qolmaslik kerak. Misolda, bundan bu odam o'sha kerakli 1 minutidan yoki 2 minutidan shunaqangi nimalarni aniq narsalarni oladigan bo'lish kerak. Zo'r ma'lumotlar bo'ldi. Ilohim shunaqa bo'lsin. Yo, mana bu zo'r ma'lumotlarni Instagramga joylaymiz. Masalan, ichida mana o'g'illar bo'yicha, endi hali to'liq sizni shaxsiyatingizni ko'rmoqchi bo'lgan odamlar, to'liq siz bilan hali siz tanimagan odam ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Endi taniganlar ham ko'radi-yu, ko'rib turib, bu aka o'zi bunaqa ekan, bunaqa hali so'rasam bo'laverar ekan. Palonpistonga shunchaki kelmaslik kerak-da. Hali ketma-ket savolda endi u narsalar ochib beramiz. Bo'ldi, endi demoqchiman, kuzatuvchilar, batta nima mavzu bo'lib, nimada tugadi degan haligi bir xilga odam o'ta injiq, kaprizli odamlar bo'ladi-da. Men o'zimga o'xshagan, endi shunaqangi odamlarga ko'rgan vaqtlaringga rozi bo'lasizlar, aka-ukalar. Lekin sizlar so'ragan, sizlar xohlagan narsani berolmagan bo'lsak, keyingisida xudo xolasa kamchiliklarimizni yoritamiz. Xudo xolasa aka. Rahmat sizga ham. Vaqt ajratib kelganingiz uchun. Alloh rozi bo'lsin. Kasbkorlarga baraka bersin. Endi yaxshi kunlarda yaxshiliklar ustida birlashtirsin. Xudo xolasa. Endi Jamshid aka ulgiyman deb aytishadi. Vaqtga biz suhbatdoshimiz bor, Jamshid aka muxlislari bor, ular ham o'zlarini alohida. Xudo xolasa keyingi o'sha suhbatlarda ko'rasizlar Jamshid akani. Suhbatda G'olibjon aka bo'ldilar. Taxallusingizga to'xtalmabmiz. Safo taxallus qayerdan kelgan? Yo'q, bu taxallus ham nima deydi? Hamma yo'qda haligi bitta qo'shimcha deymizmi? Misol Safo, men G'olib Safo deb Instagramga qo'yib qo'yganman. Endi bu bir narsani bildiruvchi yo nimaga emas, bu nima deydi? Ismni chiroyli qo'shimchasi. O'sha Safo bir yaxshilik bir taratish maqsadida, garchi unaqa bo'lmasa ham, hali ism ham yarim mulk degan joyiga men ham shuna G'olib Safo deb qo'yganmanki, bir yaxshilik taratib turaylik. Yaxshi niyatda. Hech bo'lmasa shu ismimizga mos bo'lishga harakat qilish. Zo'r aka, xursandmiz. Salomat bo'ling aka. Sog' bo'linglar. Rahmat, salomat bo'linglar. Charchamang. Xo'p. Kommentariyada o'zingizlar fikringizni yozib qo'yinglar, obuna bo'lishni unutmanglar. Maşallah.